Hazreti İsa alayhissalomnikin yo'lda ketayotsalar bir shaytonni ko'radilar. Shaytonni bir qo'lida turpoqmish, bir qo'lida asalmish. İsa alayhissalom nima qilasan bu turpoq bilan asalda deganda, shayton alayhilani aytdiki, mana bu turpoqni yetimlarning yuziga sochaman. Toki yetimlar odamlarga chiroyli ko'rinmasin yana. Odamlar kelib boshini silab qo'ysa gunohlar to'kilib ketmasin. O'shaning uchun yetimlarning yuziga to'xtamay sochib turaman. Yetimlarni odamlar ko'ziga xunuk ko'rsataman dedi. O'shaning uchun yetim bolani qarasangiz, doim bir yuzi horg'in turar ekanda. Otasi yo'q bolalar bor-ku. Endi mana bu asalni nima qilasan deganlarda Iso alayhissalom so'raganlarda shayton alayhilani asalni-chi g'iybat qilayotgan odamlarni tiliga yalatib turaman. G'iybat qilayotgan odamlarni shu qulog'ini tagiga borib, labiga, tiliga asalni yalatib turaman. Keyin u to'xtamay masa qilib g'iybatni qilaveradi. G'iybat qilgan sari shirini chiqaveradi, lekin u oxiratda savoblar ketayotganini bilmaydi, u bechoradir.